Diqqat, yoshlar telekanaldan gapiramiz azizlar. Demak, siz sevgansiz, yaxshi ko'rgansiz, siz kutgan Show Patrul ana endi yoshlar telekanalda efirga uzatiladi. Azizlar, biz jonli efirdamiz va men sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Bugun studiyamizga zabardast san'atkorlar jam bo'lishgan. Ko'rsatuv haqiqiy show bo'lishi uchun ozgina bir aytishuv ko'rinishida, ozgina bir duel ko'rinishida bugun ko'rsatuvni olib boramiz. Men demak, Valijon akani shogirdlarini ham bugun studiyamizga tashrif buyurgan yosh estrada xonandasini ham sizlarga tanitib qo'yay. Men bu san'atkorni qanday tanidim? Men bu san'atkorni internet orqali tanidim. Internetda bitta qo'shiq, ya'ni o'sha qarsayni menga emas, dadamga chaling degan qo'shiq shunaqa bir tortishuvlarga sabab bo'ldi. Turli viloyatlarda turli xonandalar bu ashulani aytib, meniki deb mualliflikni da'vo qilishni boshlashdi va bu o'sha muxlislar orasida, hali hofizlarni qo'ying, muxlislarni o'zi tortishyapti. Bu ham xuddi o'sha haligi ustozni voqeasidaqa bizda ashulachimiz, bizda she'rimiz, bizda muzikamiz degan tortishuv bo'ldi. Mana shu narsani internetda men kuzatib bordim, chunki qo'shiq haqiqatan ham chiroyli yaralgan. So'zi ham zo'r, ijrosi ham zo'r, yo'nalishi ham zo'r. Men o'zim ham boshida shu PR-ni ko'rdimda, shu mana shu demak yigitimiz aytayotgan paytda yuragim jiz etib, mana shu bolaniki, yo, shu ijrosi qanaqadir boshqachada o'ziniki bilinib turibdi degandim. Va mana shu yangi yildan so'ng Vodiyda, Valijon aka siz o'zingiz yaxshi bilasiz, yosh san'atkorlar kichik karvon degan bir loyiha tashkil qilishgan. Ana shu kichik karvon loyihasiga borganimda men bu yigitni birinchi marta jonli ravishda ko'rdim, o'zim uchun kashf qildim. U yerda o'tirganlar bir 70% san'atkorlar edi. Ushbu yigitga navbat bergan paytimda o'rnidan turib ketdi zal. O'rnidan turib, qarsaylar bilan, olqishlar bilan bu yigit kutib olishdi. Bu menimcha o'sha birinchida o'sha tortishuvda g'alaba qilgani uchun va ikkinchisi mana shu qo'shiqni mana shunday bir yurakka yetib boradigan dardli qo'shiq bo'lgani uchun. Xo'p, bu san'atkorimiz demak 1992-yilda Farg'ona viloyatining Furqat tumanida tavallud topgan. Bo'ydoq, hali uylanmagan, e'tibor bering mana shu tomoniga. O'zlari aslida jismoniy tarbiya yo'nalishida tahsil olgan bo'lsalarda, 15 yoshdan boshlab katta davralarda qo'shiq kuylaydi. 2022-yilda ijro etilgan Qarsayni menga emas, dadamga chaling qo'shig'i, demak, o'sha Bektemir Meliqo'ziyevning hayotiga bag'ishlangan qo'shiq, buni butun respublikaga, butun Markaziy Osiyoga tanitdi. Bu demak ajoyib estrada xonandasi Nizomxon Ne'matov. Assalomu alaykum. Nizomxon, xush kelibsiz. Marhamat. Teletomoshabin bilan salomlashasiz. Assalomu alaykum. Avvalosi bugun juda ham xursand bo'lib ketdim. Men juda ham orzu qilgan san'atkor bilan ustoz bilan ko'rishdim. Dadam yaxshi ko'rishadi. Ustoz bilan shu davrada o'tirganimda juda ham xursandman. Ustoz bizni taklif qilishdi. Bundan ham juda ham katta ham bir yurakdan xursand bo'lib ketdim. Ijodimizda jinday bo'lsa ham xalq ko'rish uchun bir sabab bo'lib qoldi. Bu qo'shiqlarimiz uchun o'sha kichik karvonga taklif qilindik. To'ylarimiz shu qo'shiqning orqasidan Allohga ming qatla shukr. Eng asosiysi dadajonlar uchun aytilgan. Dadajonlarimiz baxtimizga sog'-omon bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Biz xalqimiz uchun xizmat qilamiz. Undan ham zo'r qo'shiqlarni Xudo xolasa ijro qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qarang, Valijon aka, barbaligi nima deydi? Sizni salobatingiz bosib turibdi-da, o'zi polvon yigit bo'lsa ham hayajondan ter bosib ketdi. Nizomxon, xotirjam bo'ling, ko'ngilni xotirjam qiling. Bugun albatta ustoz hech narsani isbotlash shart emas. Ustozni mana shu yerda o'tirishini o'zi fayz, mana shu kursda ishtirok etganini o'zi bir bizga qanaqadir bir boshqacha bir yorqinlik beradi. Ustoz, endi qo'shini birin-ketin sekin ijro qilamiz. Hozir men muxlislaringiz hozir dod deb hozir bir-biriga telefon qilyapti hozir. Voy, yoshlar telekanal qo'y, Valijon akam chiqdi, ustoz chiqdilar deb hozir shogirdlar ham tipirchilab qolishgan. Azizlar, Yoshlar TV rasmiy Telegram kanaliga kiringlar. Valijon akamni bugun qaysi qo'shiqlarni eshitishni xohlaysiz? Bemalol buyurtma qilsangiz bo'ladi. Kimnidir tug'ilgan kunidir, kimnidir yaxshi kunidir, bemalol ularni ham tabriklab, qo'shiqlarni ijro qilib beramiz. Qolaversa, bizda orada ozgina tortishuvlar ham bo'lib turadi. Ya'ni shartlarni ham bajarishadi. Azizbek Madumarov yozyaptilar. Ikkala san'atkorimizga ham oilamiz nomidan alangali salomlar aytamiz. Azizbek, mana shunday chiroyli bir niyatlarni bildiryaptilar. Shahriyor, assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Beshariqdan salom yo'llayman. Mazza qilyapmiz debdilar. Endi navbatni biz hozir demak Nizomxonga beramiz. Nizomxon ana endi mardi maydon deydi. Ustozni hurmat qilganingiz yaxshi. Yoshlarga hurmat, san'atlarga hurmat ko'rsatganingiz yaxshi. Lekin bu mardi maydon. Mikrofonni qo'lingizga olasizda, qani bir jonli bir bosib bering bir gazini. Qaysi ashuladan boshlaymiz? Qani, nima ashula aytasiz? Mikrofonni qo'lingizga oling. Bir 2022-yil bitta qo'shiq aytgan edim. Bu qo'shiqdan ozginasini internetlarga joylagan edik. Hech bu qo'shiqni xuddi hayolimda hech kim eshitmaydiganga o'xshagan edi, lekin hozir yaqinda mashhur bo'lib ketdi. Onalar haqida aytilgan. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, hayotlik chog'ida yetgan qadriga degan. Ketdik. Marhamat. O'sha qo'shiqni premyera qilib aytib beramiz. Marhamat. Ozginasini aytgan xolos. Marhamat. Pastga tushib oling.
Orzular cho'qqisi yuksak nihoyat, intilib yaşamak şerefli gayet. Yadingdan chiqarma qadim rivoyat, yadingdan chiqarma qadim rivoyat. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Mo'tabar bu ona-i zot, kelmasang tuz totmas kutar intizor. Seni deb tunlarin o'tkazar bedor, seni deb tunlarin o'tkazar bedor. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. O'g'loni Yiroqda, Rossiyada, Qozog'istonda. O'g'loni Yiroqda, boylik, bozorlik, onani tugatdi mehrga zorlik. Ne foyda o'rnatding marmar yodgorlik. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Orzular cho'qqisi yuksak nihoyat, intilib yaşamak şerefli gayet. Yadingdan chiqarma qadim rivoyat, yadingdan chiqarma qadim rivoyat. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Marmar tosh qo'yguncha onang qabriga, tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Tiriklik chog'ida yetkin qadriga. Yashang, hofiz, yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ustoz, yuragi bor yigit ekan-a. Odam qaltiratib yubordingiz yuragida. Haligi nima deydi? Odam ko'ziga yosh keladigan chiroyli so'zlarni aytib. Yaxshi mavzu endi onani qadriga yetgan yaxshida, Arorjon. Albatta, ustoz. Yaxshi mavzu tanlanibdi. Ustoz, Nizomxon ko'z tegmasin. Ana, sherga navbat, erga navbat degan endi navbat Nizomxonga ham keldi. Nizomxon, meni bir narsa juda ham qiziqtiryapti. Men o'sha Kichik Karvon shousiga borganda hayron qoldim. Haqiqatan vodiyda san'atkorlari uncha san'atkorni tan olmaydi. Ochig'ini aytish kerak. Chunki haqiqatan san'at zo'rda, Valjon aka. Oddiy sozandasi ham shunaqa chaladi. Men o'sha boshqa viloyatlarga borsam, Toshkent shahrida yurganimda ham o'sha muzikantlar bilan sozandalarga gap qo'shsak, hamma shu vodiyni sozandalari kuchlida, hofizlari kuchlida, shoirlari kuchlida deydi-da. Ana shu davrada alohida bir hurmat bilan, alohida bir e'tibor bilan sizni kutib olishdi. Men ochig'ini aytganda o'zim uchun sizni qaytadan kashf qildim. Endi o'sha tortishuv borasiga kelsak-da. Endi qaysi yurak bilan ular meniki deyapti? Bu o'zi shoiri aniq bo'lsa, Bektemir Meliqo'ziyev Olimpiada chempioni hayotiga bag'ishlangan bo'lsa, qanaqadir ma'noda o'sha bir qanaqadir buyurtma qo'shiqqa o'xshab ataylab aytilgan ashula bo'lsa, nimaga shunaqa ular qaysi yuzi bilan shunaqa qilib meniki deb aytib yurishdi ular? Bu qo'shiqni shoir Ozodbek Qosimov menga berganda, mana Zokir akam o'tiribdilar, aranjirovka qilganlar. Bularning oldiga borib qo'shiqni tayyorlashdan oldin Bektemir Meliqo'ziyev bilan gaplashganimda, aka bitta yutqizib qo'ydim, bunisini yutaman. Bunisini yutganimda premyera qilib, kliplar ham oling deb gapirgandan keyin premyerasini qilib qo'yganmiz-ku, klip olganimiz yo'q edik. Lekin bitta shu joyida kimlardir endi
aytib ko'rdi qo'shiqni. Chunki qo'shiq haqiqatdan ham birinchi o'rinda o'zimga yoqqan. Birinchi o'rinda dadam kelgan xayolimga. Baribir dadam uchun shu so'zlarni ichimdan chiqarib yuborganman. Ijro haqiqatan kuchli bo'lgan. Shoir shunaqa. Bali, aytaman, hech qaysi qo'shig'imiz bunaqa tez bo'lmaydi-da. Bir kunda bugun borib yozyapmiz, ertasiga ertalab Zokir akam tashlab berish. Qarang, ichingizda ham o'sha pishib turgan ekanda tayyor bo'lib. O'sha bir kunda she'r olingan, bir kunda borib tayyorlaganmiz. O'sha erkakcha qo'shiq bo'lsin, azartli bo'lsin. Haqiqiy o'sha sportsmen, sportchilarning qo'shig'i bo'lsin deganimdan keyin. Dadangiz o'zi nima ish qiladi o'zlari? Dadam o'qituvchi bo'lishgan. Aha, nima soha bo'yicha? Dadam o'sha mehnat sohasi bo'yicha dars berishgan. Keyin hozirda eng O'zbekistonda sportning katta muxlislari. Ana. Futbolga Amerikaga ham boraman deb turishib, xudo xolasa O'zbekistonga O'zbekiston. Qattiq qo'l dadami? Ha, juda. Qattiq qo'l dada. Juda. Rizo bo'lsin, sog' bo'ling. Keling, o'sha internetda shov-shuv bo'lgan, talash bo'lgan va oxir-oqibat o'zini haqiqiy egasi deb tan olingan o'sha Qarsakni menga emas, dadamgachalik qo'shig'ini bitta eshitamiz-da. Nizomxon, keyin suhbatni davom ettiramiz. Maylimi? Bo'ldi, bitta rahmat aytib qo'ymoqchiman. Xo'p bo'ladi. Ozodbek Qosimovga, o'sha she'r muallifiga, onalariga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Shu she'rni bergandan keyin o'zlari ham qolgan shoirlar, qolgan aytgan bolalarga, "Ey, bu qo'shiq Nizom akamniki" deb turib oldi. Ana. Pul beraman desa ham yo'q dedi. Ana, yashasin. Ikkitasi pul beraman ham deb ko'rdi. Ana, sog' bo'lsin. Zokir akamga rahmat aytmoqchiman. Bektemirga ham shuncha meni kliplarimga yordam bergani uchun sizlarga rahmat aytib qo'ymoqchi edim. Mana jonli efirda rahmat aytib qo'ydim. Ustoz, xudo xolasa zo'r qo'shiq bo'lyapti, eshiting. Qani, marhamat. Nizomxon Ne'matov kuylaydi. O'sha mashhur qo'shiq Qarsakni menga emas, dadamgachalik. Qani ketdik. Toylarni mindirib qo'ygan, kam qilmay do'stlardan kiydirib qo'ygan, har nega ko'nglimni to'ydirib qo'ygan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yursin deb toylarni mindirib qo'ygan, kam qilmay do'stlardan kiydirib qo'ygan, har nega ko'nglimni to'ydirib qo'ygan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yoshligidan ko'tarib yugurib yelgan, o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yoshligidan ko'tarib yugurib yurgan, o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Qarsagini menga emas dadamga chaling, qarsagini menga emas dadamga chaling, o'g'lim deb ko'ksiga baralla urgan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Do'stlarim ayyor bo'lganda hushyor, oyoqdan chalganlar bo'lganda bisyor, yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, qarsagini menga emas dadamga chaling. Do'stlarim ayyor bo'lganda hushyor, oyoqdan chalganlar bo'lganda bisyor, yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yolvorib Xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan, yutug'im ko'rsagar biram yayragan, qarsagini menga emas dadamga chaling. Yolvorib Xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan,
Yutug'im ko'rsa gar biram yayragan qarsagini menga emas dadamga chaling qarsagini menga emas dadamga chaling qarsagini menga emas dadamga chaling o'g'lim deb ko'ksiga badalla urgan qarsagini menga emas dadamga chaling qarsagini menga emas dadamga chaling qarsagini menga emas dadamga chaling o'g'lim deb ko'ksiga badalla urgan qarsagini menga emas dadamga chaling qarsagini menga emas dadamga chaling. Ofarin, tasadduq, barakalla. Umringiz uzoq bo'lsin, Nizomxon. Aynan mana shu satrlar yangigan paytda ustoz o'sha qarsagini menga emas dadamga chaling degan joyi kelganda odamlar o'rnidan turib ketdi. O'rnidan turadi, hamma qarsanglar. O'rnidan turadi. Qanaqadir ma'noda otalarning gimniga aylanib qoldi-da bu qo'shiq. Otalarning gimniga. Men Vajon aka bir narsaga hayron bo'laman. Mana shu 2010-yildan nariyog'ini oladigan bo'lsak, aynan shu 90-yillar, 80-yillar, 70-yillar oladigan bo'lsak, ota haqida ashulalar hammasi qayg'uli ashulalar bo'lganda, otam yo'q, otam o'tib ketdi, otam qabrini ko'rmaganman degan ashulalar nihoyatda ko'p edi. Onani o'g'liga ashulalar ko'p edi, lekin nimagadir shu tirik ota haqida ashula yo'q edi-da. Mana so'nggi paytlarda ko'z tegmasin. Chiroyli. Tirik ota haqida ham, otalarimiz haqida ham chiroyli qo'shiqlar bo'lardi. Endi qiziqchilar hazillashib, ota qayerda bo'lgan, ota nima armiyadami deb hazillashardi. Mana endi hazilga ham o'rin qolmadi. Haqiqatan ham otalarning gimni bo'lgan. Men juda ko'p o'sha Instagram tarmoqlarida, Telegram tarmoqlarida, YouTube platformasida juda ham ko'p ko'raman. O'zingiz bora olmasangiz ham endi bitta odam ko'pga bo'linib olmaydi. Lekin o'sha to'yxonalarda sizni musiqangizni qo'yib, otasiga gul berib, chopon kiydirib, bag'riga bosib, umra, haj ziyoratlariga o'sha yo'llanmalarni sovg'a qilayotgan videolar tiqilib ketgan, to'lib ketgan, toshib ketgan. Ilohim Nizomxon ko'z tegmasin, yomon ko'zdan saqlasin, martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Azizlar, mana o'zimiz sezib, sezmay, bilib, bilmay, mana shu vodiyda porlab yonayotgan mana yulduzni yana bir karra o'zimiz uchun yaqindan kashf qilyapmiz. Men o'sha kuni ham e'tibor berdim, juda kam gap yigit ekanda bu yigit. Boshqa san'atkor bo'lganda yugurib kelib, haligi nima deydi? Bo'lsa bo'lmasa bir narsalarni gapirib, bir haligi siz bilan tanishib olib, yaqin bo'lib olishga harakat qiladi, lekin bu yigit unaqa emas ekan. Shu o'zini hurmatini biladigan, o'zini o'rnini biladigan, chiroyli odob bilan mana shu yerga xalqqa xizmat qiladi. Ilohim mana shunday qoling, ilohim. Yomon ko'zdan saqlasin. Nizomxon rahmat kattakon. Albatta. Assalomu alaykum. Nizomxonni birinchi marta ko'rishim, qo'shig'ini eshitganman, lekin gapirishlarini birinchi marta ko'rishim debdilar. Bitta men emas ekanman. Siz hech qayerda gapirmas ekansiz. Biz to'yga borsam unchalik gapiraolmayman. Gapirishini birinchi marta ko'rishim deyapti. Behruz yozyaptilar. Nizomxon jiyanimga omad yor bo'lsin. Jizzaxdan Odinaxon xolajoning salom aytyapti deb qo'yibdilar. Ana. Xolajon rahmat. Ana, rostdan xolangizmi shu? Nega ular Jizzaxdan salom yo'llayaptilar? O'z ayam Gulistonliklar-da. Ana bo'lmasa siz tomonga bir tutashgan joyingiz ham bor ekan-ku mana. Yomon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana, demak, xolajonimiz ham ko'rayotgan ekanlar. Said Donishib yozyaptilar. Assalomu alaykum. Men dasturni boshdan ko'ra olmadim. Agar dastur boshida o'sha mashhur yangilar qo'shig'ini aytmagan bo'lsalar, shu qo'shiqni so'ramoqchi edim. Albatta, iloji bo'lsa oldindan rahmat Jizzaxdan Said Donishib, demak, o'zlarining tilaklarini bildiryaptilar. Nizomxondan yana bitta dada haqida ashula eshitaylik. Iloji bo'lsa, sho'xidan bo'lsa raqsga tushishga tayyormiz deyishdi. Qani, navbatdagi qo'shiqni ham bitta yaralishini ozgina gaplashaylik. Mana boya aytdingiz, dada degan bir sho'x qo'shiq qilganmiz, degan bir uch chiqqan edi. O'shani bir ozgina gapirib bering. Bu qo'shig'im sportchilarning orqasidan qarsagini menga emas dadamga chaling. Hamma sportchini Instagram tarmog'ida bor-da. Abduqodir Husanov ham qo'ygan. Dadasini quchoqlab qo'ygan. Hamma sportchilar qo'ygandan keyin o'sha yozgan shoirga murojaat qildim. 2-3 ta shoirga aytsam, men aytgandaqa yozib bermadi. Keyin yana Ozodbek Qosimovga endi bunisi haqiqiy zakaz bo'ldi. Buyurtma qo'shiq. Buyurtma bo'ldi. Keyin nima deb yozay? Shu dadamga o'xshagan dada bo'lay. Temani qarang. Zo'r. Siz hali uylanganingiz yo'q-ku? Uylangandan keyin bo'lay dadamga o'xshagan dada. Dedim. Keyin aka buni qanaqa qilamiz? Qanaqa yo'llari qanaqa dedi? Sho'x bo'lsin dedi. Qarsagini menga emas dadamga chaling to'yga borib aytaydi, orqasidan dadam bilan o'g'ilni o'ynatib yuboraydi. Bu yoq o'yin kulgi bo'lib ketsin. Dadamga o'xshagan dada bo'laman degan mavzuda aytganim zo'rlar yozib berishdi. Endi har bitta menimcha o'sha o'g'ilni fikri shunaqa bo'lsa kerak. Dadamga o'xshasam degan bir albatta hamma qalbidan, yuragidan o'tadi. Hop, tayyormisiz?
Tayyor. Ijro qilamizmi? Sahnaga dadamga marhamat. o'xshagan dada Qani bo'laman. shoxidan bo'ladi talablarga binoan. Raqsga tushmoqchi bo'lsalar, marhamat davraga taklif qilamiz. Yurakli o'tib bor tomoshabinlarimizni ham. Marhamat ketdik. Yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, hol so'rab holimdan ko'nglimni olgan. Yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, hol so'rab holimdan ko'nglimni olgan. Taxtu Sulaymonim omadim kutib, Taxtu Sulaymonim omadim kutib. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshatib to'ylar qilaman. Qizimga kiydirib tillodan toshlar, o'g'limga deb elga beraman oshlar. Qizimga kiydirib tillodan toshlar, o'g'limga deb elga beraman oshlar. O'xshasam dadamga o'xshay deb do'stlar, o'xshasam dadamga o'xshay deb do'stlar. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Karnaylatib, surnaylatib to'ylar qilaman. Yemayin yedirgan bizga jon dadam, kiymayin kiydirgan bizga jon dadam. Yemayin yedirgan bizga jon dadam, kiymayin kiydirgan bizga jon dadam. Omadim quvonchim sultonim dadam, omadim quvonchim sultonim dadam. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshatib to'ylar qilaman. Bollarim boshida go'zal baxt bo'lib, bollarim suyangan toji taxt bo'lib. Bollarim boshida go'zal baxt bo'lib, bollarim suyangan toji taxt bo'lib. Men ham dadamdayin mardga mard bo'lib, men ham dadamdayin mardga mard bo'lib. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Karnaylatib, surnaylatib to'ylar qilaman. Yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, hol so'rab holimdan ko'nglimni olgan. Yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, hol so'rab holimdan ko'nglimni olgan. Taxtu Sulaymonim omadim kutib, Taxtu Sulaymonim omadim kutib. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Dadamga o'xshatib to'ylar qilaman. Dadamga o'xshagan dada bo'laman. Yashang, sog' bo'ling, Zafar, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Premyerasi ham ketdi qo'shig'ida. Ana. Demak, qo'shiq Yoshlar telekanalida premyera bo'ldi o'rtoqlar. Bu qo'shiq ham ilohim ommalashsin, ha. Bu birinchi qo'shiqni davomida bo'lib, mana ommalashib xalqimizni qalbiga, yuragiga kirib borsinglar. Zafar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang, umringiz uzoq bo'lsin. Uylanmagan yigitlar degan qo'shiq aynan siz uchun endi. Nizomxon mana nizom uchun to'yda aytamiz, xudo xolasa. Mana uylanmaganingizda aytganimdan keyin mana bu yerda
esimizda rosa ko'payib ketdi. Nimaga shunday pahlavon yigit, shunday polvon yigit, shunday san'ati bor, shunday qomati bor, shunday nega o'ylanmagan degan savol bo'lyapti. Biroq javob beringki, bo'lsa o'ylashga ozgina fursat beray-a. O'ylashga ozgina fursat beray, qizarib ketdi bu yigit. Qani ketdik. Talablarga men istoklarga binoan Dehqon bola qo'shig'i bilan ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Nizomxon Ne'matov ijrosida ushbu qo'shiqni muxlislarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Hatto klipida o'sha mashhur san'atkorlarimizdan biri Vodiyni haligi chapani san'atkori deydi-yu, haligi Mr. Qaha demak bosh rolda o'ynaganlar. U yigitni ham klipga tushirish oson ish emas. Lekin mana shu Nizomxonga tan bergandan, yuragi jiz etganidan menimcha rozi bo'lgan. Buni ham bir alohida so'raymiz. Hali nima deydi? Mr. Qahani o'zini ham taklif qilamiz, hali o'zidan ham so'raymiz hali. Nizomxon, demak bu qo'shiq ham shu qo'shiqmi? Shu qo'shiq. Demak, yuragida o'ti bor, muxlislarimizni taklif qilamiz. Marhamat, marhamat. Dehqon bola. Ishtakni chal, ketmonni chop, dehqon bola. Umid ekib armonni top, dehqon bola. Ishtakni chal, ketmonni chop, dehqon bola. Umid ekib armonni top, dehqon bola. Eski yaktak yirtiq etik katta ketmon. Ming bitta dard senga durbop, dehqon bola. Eski yaktak yirtiq etik katta ketmon. Ming bitta dard senga durbop, dehqon bola. Dehqon bola, dehqon bola, dehqon bola. Davring keldi, gazini bos, dehqon bola. Dehqon bola, dehqon bola, dehqon bola. Mehnatni qil, davring keldi, dehqon bola. Satan kulib deydi ahmoq, ketmon chopar. Epchil esa pul qilmoqning yo'lin topar. Satan kulib deydi ahmoq, ketmon chopar. Epchil esa pul qilmoqning yo'lin topar. Sen dalangni qirt ishlayver, dehqon bola. It tursa yaxshi yomon demay qopar. Sen dalangni qirt ishlayver, dehqon bola. It tursa yaxshi yomon demay qopar. Dehqon bola, dehqon bola, dehqon bola. Qo'ylarni so'y, to'ylarni qil, dehqon bola. Dehqon bola, dehqon bola, dehqon bola. Dang'illatib uylarni qur, dehqon bola. Soyning suvi yana oqib, soyga kelgan. Bu zamonning davroni ham boyga kelgan. Soyning suvi yana oqib, soyga kelgan. Bu zamonning davroni ham boyga kelgan. Meros qolur, qismat qolur, ot bilsagar. Aravani sudrashgali to'yga kelgan. Meros qolur, qismat qolur, ot bilsagar. Aravani sudrashgali to'yga kelgan. Dehqon bola, dehqon bola, dehqon bola. Kaptiva ol, davring keldi, dehqon bola. Dehqon bola, dehqon bola, dehqon bola.
umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon. Azizlar, demak, ko'rib turibsiz, ko'rsatuvimiz o'zgacha bo'lyapti. Mana bu yerda ba'zi bir muxlislar o'zlarining fikrlarini yozishyapti. Biz Valjon akani, Nizomxonning qo'shiqlarini eshitib o'rgan ekanmiz, o'zlari haqida ma'lumotlarni bilmas ekanmiz. Mana yosh avlod yozyapti-da Valjon aka. Katta avlod biladi. Mana yosh avlod siz haqingizda hozir mana ma'lumotlarni eshitib, shunday odam bilan zamondosh ekanimdan faxrlanaman degan so'zlarni yozishyapti Valjon aka. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Demak, ana endi navbat yana Nizomxonga. Nizomxon qani sahnaga taklif qilamiz. Muxlislar qo'shiqlar ko'proq bo'lsin deb so'rashyapti. Marhamat, navbatdagi ijro Nizomxon Ne'matovdan bo'ladi. Marhamat. Demak, qanaqadir ma'noda bir javob qo'shiq. Nima aytamiz? Bitta ustozimiz Hamdambek Jamolov bor biz tumanimizda. O'sha insonni qo'shiqlari, bizning tumanning qo'shig'i to'ylari o'sha qo'shiqsiz o'tmaydi. Ana bo'lsa. O'sha qo'shiqni menga sovg'a qilishdi. Ana. Kecha sovg'a qilishdi, kecha. Aytavering ukajon, shu qo'shiq. ha? Sostav bilan har to'yda aytamiz. Unaqa repetitsiya ham qilganmiz. Qani sozandalarning kuchini bir ko'raylikchi. Sozandalar tayyormisizlar? Boshladik. Yoningga bordim-u sen bir qaramading, oshig'ingni holini bir so'ramading. Yoningga bordim-u sen bir qaramading, oshig'ingni holini bir so'ramading. Bo'ynimga ilonday sulfing o'ramading, boshqa yordamida yo ko'ngling rohila. Bo'ynimga ilonday sulfing o'ramading, boshqa yordamida yo ko'ngling rohila. Rohila jonimni jadula armon sevmasang, rohila ko'nglimga orzular armon sevmasang, rohila jonimni jadula armon sevmasang, rohila ko'nglimga orzular armon sevmasang. Ey ko'changdan o'taman zot sening o'yingda, nigohim qolgan axir gulday yuzingda. Ko'changdan o'taman zot sening o'yingda, nigohim qolgan axir gulday yuzingda. Hofiz bo'lib ketdima seni kuyingda, qo'lingni qo'limga kelgin rohila. Hofiz bo'lib ketdima seni o'yingda, qo'lingni qo'limga kelgin rohila. Rohila jonimni jadula armon sevmasang, rohila ko'nglimga orzular armon sevmasang, rohila jonimni jadula armon sevmasang, rohila ko'nglimga orzular armon sevmasang. Hey vale ahe oh rohila jonimni jadula armon sevmasang, rohila ko'nglimga orzular armon sevmasang, rohila jonimni jadula armon sevmasang, rohila ko'nglimga orzular armon sevmasang. Yashang Nizomxon, sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Juda go'zal, juda chiroyli. Oq behini hidi degan qo'shig'im bor. Oq behini hidiya, qayda yorim deydi-ya. Yoki ozgina yoshlar bor. Mayli. Oq behini hidiya. O'zi ko'rsatuvmi? Yoshlar bor, yoshlar telekanalida. Yoshlar telekanalidamiz. Bu qo'shiqda Nizomxon. o'tgan yil aytgan edim. Xudo xolasa bugun mana ijro qilib beramiz. Xo'p bo'ladi. Qani, tayyormisizlar yigitlar? Qani ketdik. Marhamat. Oq behining hidiya, qayda yorim
bilmem neler qildi ya, qoldirib meni dog'da, o'zgani yor bildi ya, o bahorim o'tdi ya, qaytmas bo'lib ketdi ya, nahotki yor ko'yida oyu kunim bitdi ya, o bahorim o'tdi ya, qaytmas bo'lib ketdi ya, nahotki yor ko'yida oyu kunim bitdi ya, indi ya, mera jota hindi ya, qoldirib meni dog'da, o'zgani yor bildi ya, indi ya, mera jota hindi ya, qoldirib meni dog'da, o'zgani yor bildi ya. Yashang Zamon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizlar, vaqt degan oliy hakam shunaqa tez harakatlanyaptiki, qariyb 2 soat vaqtimiz mana bir zumda ko'z ochib yumguncha o'tib ketibdi. Muxlislar, biz bilan birga bo'lgani uchun rahmat. Bugun qo'ldan kelgancha mana ustoz Valijon Qodirovning hayot yo'lini bir o'rgandik, ularning qo'shiqlarini ketma-ketligini bir ko'rdik. Mana yosh estrada xonandasi, mana endi xalqimizga tanilib kelayotgan, demak o'zini hit qo'shiqlari bilan, hit taronalari bilan muxlislarning ko'nglidan joylayotgan Nizomxon Ne'matovni o'zimiz shu yaqindan kashf qildik. Ilohim tashrifinglar uchun rahmat. Ikki og'iz tilaginglar. Endi Ahrorjon bugungi taklif uchun katta rahmat. Shu yoshlar telekanaliga ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, zamonamiz tinch bo'lsin, uylarimizda faqat to'ylar, xursandchiliklar bo'lsin. Shogirdlar bilan biz kelib, qo'limizdan kelgancha yangi qo'shiqlarimizni taqdim etaylik. Sog' bo'ling, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Marhamat. Bir og'iz gapim Ahrorjon. Xo'p bo'ling. Men kecha kuni ukam Soyibjonni tug'ilgan kunlari bo'ldi. Ertaga o'g'lim Elyorjon tug'ilgan kunlari, Saida qizimni tug'ilgan kunlari, Sayotxo qizimni tug'ilgan kunlari, nabiram ana qo'shoq bayram Bekzod bekni tug'ilgan kunlar tabriklayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Zamxon ikki og'iz so'zlaringiz. Avvalosi mana shunday ustozlar bilan birgalikda turganimdan juda ham baxtiyorman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Meni shunaqa davralarga chiqishimga sababchi bo'lgan ustozim Xolmatjon Ahmedov sog' bo'lsin, akam Sarvar akam juda ko'p meni yonimda turadilar. Ilohim sog' bo'lsin. Mana bizning guruhimiz, albatta sozandalarga alohida qarasak, sozandalarga alohida. Hammangizga rahmat aytaman. Sog' bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. Ustoz, sizga o'xshab el yurt suyadigan san'atkor bo'lib yurish nasib qilsin. Albatta Valijon akamning yo'lini bersin ilohim. Mana shunday shu yoshlarda ham mana yoshlarim hammamizni raqsga tushishga majbur qildilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizlar, yoshlar telekanalida qoling. Show Patrul endigina boshlandi. Biz har yakshanba efirga chiqamiz. Reklamalarni kuzatib boring. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling.